Bugun erim yaxshiroq ovqat qilib qo'yarsan, kelishimga deb ketuvdilar. Xo'p bo'ladi, zo'r ovqat qilib qo'yaman dedim-da, lekin xonamga kirib, yastig'imni quchoqlab uxlavorman. Bitta ko'zimni ochsam, uje obeddan o'tib ketibdi. Tez o'rnimdan turdim-da, o'tgan kuni yuvgan oyoq kiyimlarimni yig'ib taxlab qo'ydim. Oyoq kiyimlar hovlida turuvdi. Hovlida turgani uchun juda ham kir bo'lib ketadi, qushlar tishib tashlayotdi. Hammasini yuvdim-da, podstavkani ham olib kirib, kiyimlarim, narsalarim turadigan xonaga qo'yib qo'ydim. Ko'chaga chiqsak, shu yoqdan olib ketaveramiz. Kiyib kelgandan keyin artib, yuvib, yana shu yoqqa kirib qo'yib qo'yaman. Hamma uylarni bir sidra yig'ishtirib chiqib, plissos qilib oldim. Telefonimni zaryadkasi o'chib qo'ygani uchun uni videoga ololmadim. Keyin tualetga kirib, vannalarni, tualetlarni, unitazlarni tozalab oldim. Mana shu unitazni cho'g'li jon rohat ekanda. Ishlatib ko'rish uchun bitta olgandim. Bozorga borsam yana bitta olishim kerak. Unitazni qopqog'i har doim yuvayotganimda shunaqa chiqib ketadi. Bahonada vannaga solib, ko'pirtirib yuvib olaman. Shunaqa sredstvalarni sepib, ko'pirtirib, ishqalab yuvishni shunaqa yaxshi ko'raman. Menimcha hamma ayollar buni yaxshi ko'rsa kerak. Unitazni qopqog'ini ham ko'pirtirib yuvib olib, chayib tashlab, o'sha sredstvamdan vannaga ham sepib, vannani ham yaxshilab, ishqalab, ko'pirtirib yuvib oldim. Keyin yuzdagina suvlarni sepib, ko'piklarni yuvib oldim. O'zimga ham sachrab ketdi. O'zim bilan o'zim suv separ o'ynadim. Unitazni qopqog'ini joyiga qo'yib qo'yib, uborganman, finalning qismiga ham yetib keldik. Viledamga suvni to'ldirib olib, vannani polini yaxshilab artib oldim. Qolgan ishlarimni ham videoga olmoqchi edim, lekin zaryadkam o'chib qoldi. Hamma ishlarimni qilib bo'lib, osvejitillarimni sepatuvdim. Erim telefon qilib, 40 minutda uyda bo'laman. Ovqat qildingmi desalar bo'ladimi? Qo'rqqanimdan nima deyishni ham bilmasdan qilib qo'yganman demanda. Keyin Instagramdagi Mezeli profiliga kirib, menga tez narsalaringizdan 3 kishilik qilib dastavka qilib bering deb zakaz qilib bordim. Uyim uzoq bo'lsa ham, erim kelishlaridan oldin yetkazib berishdi. Men 3 kishilik desam, bu yerda 6 kishilik narsa yuboribdilar. Nega bu yoqda ko'p desam, bizda birga bir aksiyasi ketyapti. Bitta narsa olsangiz, yana bitta qo'shib beramiz dedilar. Bitta dinar zakaz qilgandim, ikkita yuboribdilar. Bitta kofta aytgandim, ikkita yuboribdilar. Даже durumlaridan ham ikkita yuboribdilar. Salatlardan Caesar salat va xrustayashi baqlajon. Bilasizlar, hech qanaqa fast food freesiz bo'lmaydi. Va o'zlarining maxsus souslari. Mezeli profiliga kirib, xohlagan narsalardan zakaz bersanglar, yana bitta qo'shib olib beradilar. Aksiyaligi hali ko'p davom etadi. 10 ta narsa zakaz qilsanglar, yana 10 ta narsa qo'shib berishadi. Turkcha seriallardagi ko'cha ovqatlarini Mezeli profiliga kirib tatib ko'rsanglar bo'ladi. Erimga ham mana shu mangalli koftalari yoqdi shekilli, ovqat qilmaganimga ham indamadilar. Meni qiyin vaziyatdan chiqib ketgani uchun Mezeliga rahmat.